Qizlar, hozir esimga tushib qoldi. Короче, men правильный питание qilyotgandim. Sizlarga aytgandim bu haqida. Bugun tarozga chiqsam 4 kilo vес tashladim 3 haftaning ichida. Правильный питанием hali to'liq tugamagan. 1 oyligiga to'liq o'qib qo'yganman. Yana bir haftadan shu menga ovqat kelish kerak-da. U ovqatim faqat dushanba, juma kunigacha keladi. Shanba, yakshanba bilgan nima qiladigan insonman men. Xohlagan narsamga dabro beraman. Oxirgi marta 4-5 oy oldin ginekologga chiqqanimda, to'liq lecheniyadan o'tganimda jigar o't qopim atrofida yog' bosgan. O'shancha olivka yog'ini ichgan deb yozib beruvdi menga. Men ozgina boshida ichdim, 2 oycha ichdim, keyin уже erini bu qilib esimdan chiqib ichmayapti dedim. Nat plus kapelnitsasi именно organizm ichaklarimiz atrofiga yopishib qolgan yog'larni eritib beradi. Hozir o'ylab qoldim, может mani ozish prosessimga yordam berayotgan, tezlashtirayotgan narsa может kapelnitsa ham bo'layotgandir deb o'ylab qoldim. Chunki buni olgandan keyin ishoninglar, normalniy bodri bo'lib qolasizlar. Men o'zi mana kecha olganman.